Diqqat, tezkor xabar. O'zbekistonda 10 avgustdan dollar. Assalomu alaykum. Tezkor hamda muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 10 avgust kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra yevro kursi 30,12 so'mga ko'tarilib, 13,779,58 so'm etib belgilandi. Rossiya rubli 98 so'mga arzonlashdi va 145,21 so'mni tashkil qildi. Xitoy yuvani 5,79 so'mga ko'tarilib, 1771,31 so'm etib belgilandi. Dollarning rasmiy kursi 36,46 so'mga oshdi va 11,952,10 so'mni tashkil qildi. TradingView ma'lumotiga ko'ra, bugun 7 avgust Toshkent vaqti bilan soat 16:00 holatiga ko'ra Bitcoin kursi 6,286,612 so'mga oshdi va 775,493,568 so'm etib belgilangan deyilgan xabarda.